Anatomiya fanidan navbatdagi video darsini boshlaydi. Bugungi mavzu bo'yin va bosh miya, yuz qismlarini qon bilan ta'minlanishi, ya'ni tashqi va ichki uyqu arteriyalarini tarmoqlanishi va ularni anatomo-klinik xususiyatlariga bag'ishlanadi. Xo'p, darsni yana o'sha qon tomirlarini, yurakni umumiy ko'rinishidan boshlaymiz. Mana bu yer eslaringda bor. Endi yurak, mana ko'krak qafasida. Shu yurakdan aorta chiqib, chapga burilib, aorta ravog'ini hosil qilib, keyin pastga ko'krak aortasi va qorin aortasiga bo'linib tushib ketgan edi. Biz bugun endi aortani ravog'idan tepaga ketgan 3 ta katta tomirni olib, bularni tarmoqlarini ko'rib chiqamiz. Aortani ravog'ini tepa tarafidan 3 ta tomir chiqadi. O'ng tarafga yelka bosh o'zani, keyinchalik bu ko'krak qafasini yuqorigi teshigidan apertura toracika superior deydi, shulardan chiqish oldida o'mrov suyagi bilan to'sh suyagi birikkan joyda ikkiga bo'linadi. Bittasi bo'yinga, ya'ni umumiy uyqu arteriyasi bo'lib, o'ng umumiy uyqu arteriyasi bo'lib bo'yin sohasiga ko'tariladi. Ikkinchi qismi esa yelka o'mrov osti arteriyasi bo'lib, yelka va qo'lni qon bilan ta'minlaydi. Chap tarafda esa umumiy uyqu arteriya alohida bitta o'zi kattagina bir arteriya bo'lib ko'tarilib boradi. Va chap tarafdagi o'mrov osti arteriyasi ham alohida o'zi ketadi. Endi shu rasmni alohida buyog'ini tashlab, tepasini ko'rib chiqish uchun quyidagi rasmga murojaat qilamiz. Mana biz aytgan o'sha aortani ravog'i salgina ko'rinib turibdi. Undan mana bu o'ng tarafga yelka bosh o'zoni ketdi va bu yelka bosh o'zoni hozir aytganimizdek o'ng umumiy uyqu arteriyasi va o'ng o'mrov osti arteriyasiga bo'linyapti. Hozir biz o'tadigan mavzuyimiz mana bu umumiy uyqu arteriyasiga bag'ishlangan bo'lgani uchun biz buyog'ini qoldirib turib tepaga qarab ketamiz. Lekin mana bir rasmda shunday bir yonidan ko'ringanki, ba'zi bir tomirlar ikkinchilarini orqa tarafida qolib yaxshi ko'rinmayapti. Mana bu umumiy uyqu arteriyasi qalqonsimon bezni yuqorigi chegarasiga kelganda ikkiga bo'linadi o'zi. Ikkiga bo'lib tashqi va ichki uyqu arteriyasiga bo'linib ketadi. Arteria caroticus externus, arteria caroticus internus deyiladi. Biz avvalambor mana bu tashqi uyqu arteriyasini bo'linishlarini va qayerlarni qanday qon bilan ta'minlashlarini bir ko'rib olaylik. Birinchi navbatda tashqi uyqu arteriyasi o'zlari oldinga, orqaga, medial tarafga va o'zlarini oxirgi uchlaridagi oxirgi qon tomirlarini tashkil qiladi. Shundan endi sizlarni ruxsatlaringiz bilan bu yerda ko'rsatish qanchalar tushunyapsizlar bilmayman, men o'zim bir qator chizib ko'rsataman, alohida qilib. Keyin o'sha chiziqlarni mana shu rasmga
solib, bu rasm Sinelnikovda bor, Ahmedov atlasida bor. Shu rasmlarga qo'yib, keyin taqqoslab olasizlar degan umiddaman. Yana o'sha aorta ravog'idan boshlaymiz. Aorta ravog'i va bu yerdan yelka bosh o'zoni ketadi dedik va o'mrov osti suyagini to'sh suyagi bilan birikkan joyida umumiy uyqu arteriyasiga va o'mrov osti arteriyasiga bo'linadi. Umumiy uyqu arteriyasi bo'yinda bo'yin umurtqa pog'onalarini, ko'ndalang o'simtalarini oldida yotadi va chuqur muskullarni bilan usti yopilgan bo'ladi. Pastki jag'ni, sizlaringda bo'lsa pastki jag' tanasi va bo'g'im o'simtasi bor edi. Mana shu pastki jag'ni o'simtasini oldiga ko'tarilgandan keyin ikkiga bo'linib ketadi. Ichki va tashqi uyqu arteriyasiga bo'linadi. Mana shu bo'lingan joyida uyqu glomusi deyiladi. Mana shu yerda maxsus hujayralarni to'plangan joyi bor. Bu uyqu glomusi deyiladi. 3-5 millimetr kattaligi bor yo'g'i. Lekin hayotimizda juda katta rol o'ynaydi. Bu hemoretseptor, ya'ni qondagi kimyoviy moddalarni tarkibini aniqlaydi. Baroretseptor, ya'ni bosimni, tashqi muhitdagi bosim bilan ichki muhitdagi bizni qon bosimimizni bir-biriga moslab beradi. Bu yerni tuzilishi boshqa qon tomirlarining tuzilishidan farqi bor. Bu yerda mushak elementi kam. Adventitsiya deymiz, tashqi tomirni tashqi pardasi 3-qavati. Bu yerda elastik tola va nerv hujayralaridan tashkil topgan bo'ladi. Qonda uglekislotani miqdori ko'payib ketsa, bu yerdan signal paydo bo'ladi bosh miyaga va nafas markaziga borib, nafas markazi ko'krak qafasidagi muskullarga impuls yuboradi va biz nafas olamiz va nafasni chiqaramiz. Shunday qilib, kislorod bilan uglekislotani qondagi miqdorini aniqlab berib turadigan mana shu yerda markaz. Ikkinchi tomondan bu baroretseptor dedik, bosimlarni moslab beradigan. Tashqarida agar bosim kuchliroq bo'lsa, bu shu yerda yana impuls paydo bo'ladi va bosh miyaga beriladi va bosh miyada kerakli markazlar orqali boshqa qon tomirlariga signal keladida qon bosimini ham tashqi bosimga moslab oladi. Bu tomirni yana bitta klinik ahamiyati bor. Eslaringda bo'lsa, suyak sistemasini o'tganimizda, o'sha darslarimizning boshida bo'yin umurtqalarini o'tganmiz. Umurtqa pog'onalarida bilasizlar, bo'yin umurtqa pog'onasida hamma umurtqa pog'onasiga o'xshab orqaga ketgan qirra o'simtasi bor, o'tkir o'simta va yoniga ketgan ko'ndalang o'simtasi bor. Bo'yin umurtqalarini ko'ndalang o'simtalari
yana o'z navbatida ikkiga bo'lingan edi. Oldingi va orqa bo'rtig'iga bo'lingan edi. Va 6-umurtqani ko'ndalang o'simtasini oldingi bo'rtig'i to'g'risida ancha gap qilganmiz. Eslaringda bo'lsa, o'shani uyqu bo'rtig'i deb ataganmiz. Hozir mana kitobdagi rasmini bir ko'rib chiqamiz. Yana qaytib mana bu ko'rib turganlaring bo'yin umurtqasi. Bilasizlar, 7 ta bo'ladi. Shuni mana 6-bo'yin umurtqasini ko'ndalang o'simtasini mana oldingi bo'rtig'i, mana shu bo'rtig'i boshqalarga qaraganda ancha rivojlangan bo'ladi. Va klinikada mana shu bo'rtiqdan foydalaniladi. Qachonki qon tomirini agar qonni to'xtatish kerak bo'lsa, qon tomirini birorta bir qattiqroq asosga bosish kerak bo'lganda, boshni yuqorgi qismlaridan qon ketayotganda uyqu arteriyasini mana bunday bo'lib, mana bu yerda uyqu arteriyasi, umumiy uyqu arteriyasi turibdi. Shu umumiy uyqu arteriyasini o'sha 6-umurtqa pog'onasini ko'ndalang o'simtasini oldingi bo'rtig'iga bosishga to'g'ri keladi. Shuning uchun mana shu o'simtani uyqu o'simtasi deyiladi. Boshqa yeridan bosilsa, buni tagida, uyqu arteriyaning tagida yumshoq to'qimalar bo'lib qolgani uchun va arteriyaning ichida bosim katta bo'lgani uchun qonni to'xtatish qiyinroq bo'lib qoladi. Endi yana o'sha umumiy uyqu arteriyasiga qaytadigan bo'lsak, shu umumiy uyqu arteriyasini yonida yuqoriga bo'yinturuq vena tushib keladi. Vena jugularis interna deydi. Bu ichkarigi bo'yinturuq vena. Va bu bo'yinturuq venani yonida, ularning orasida adashgan nerv keladi. Nervus vagus deyiladi. Mana shuni uchlik triada deymiz. Yaxshi ko'rinmadi o'xshaydi. Mana triada bo'ladi. Mana shu yerda tomir va nerv dastasi puchogi deb qo'yamiz. Bu yer ham juda katta klinik ahamiyatga ega. Mana bu bo'yinturuq venasi, avvalgi darslarimizda aytdik, venalarda klapan bo'ladi deb. Mana bo'yinturuq venasida klapan yo'q, qon o'zini og'irligi bilan tushib kelaveradi. Endi mana bu adashgan nerv ichki a'zolarni faoliyatlariga juda ham bir kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi bir vaqtlarda mana shu nervlarni blokada qilish kerak bo'lib qolishi mumkin yoki mana bu tomirlarga birorta bir muolaja o'tkazish kerak bo'lsa, mana shu uyqu arteriyasini ustiga qo'lni qo'yib turib, mana shuni pulsatsiyasini, mana shuni liqillab qo'lga urib, tomirini urayotganini topib olib, shuni endi lateral va orqa tarafidan bo'yinturuq venani topamiz va uni yonida adashgan nervni topamiz. Endi mana bu uyqu arteriyalariga kelaylik. Hozir tashqi uyqu arteriyani shoxlarini bir ko'rib chiqamizda, keyin ichki uyqu arteriyasiga o'tamiz. Shunday qilib, tashqi uyqu arteriyasi o'zi avvalambor o'zini davom etgan shoxlari bor, undan tashqari orqaga ketgan shoxlari bor, medial tarafga qarab ketgan shoxlari bor va oldinga qarab ketgan shoxlari bor va o'zini davom etib ketadigan shoxlari 4 ta bunaqa katta shoxga gruppaga bo'linadi. Bu tashqi uyqu arteriyasi. Shulardan oldinga ketganini aytadigan bo'lsak,
Ulardan birinchisi yuqorigi qalqonsimon bezini yuqorigi arteriyasi. Bundan tashqari tilga arteriya ketadi. Til osti bezlariga arteriya ketadi. Va buning davomi bo'lib burunni ustiga, burunni devoriga davom etadi. Va shu yerini burchak arteriyasi deyiladi. Arteriya angularis deyiladi. Arteriya angularis deyiladi. Xo'p, buni endi arteriya angularis yuqoriga ko'tarilib borib, mana bu ko'z kosasi desak, ichki uyqu arteriyasi ko'zga arteriya oftalmika ko'z arteriyasi degan arteriyani beradi. Ko'z arteriyasi yuqorigi va pastki bo'linib kelib ko'z oxirgi bu ko'z arteriyasining oxirgi qismi burunni arteriyasi deyiladi. Arteriya dorsalis nazi deydi. Burunni orqasidagi arteriya deyiladi. Endi mana ko'rib turibsizlar, arteriya mana burchak arteriya, arteriya angularis va burun devorini arteriyasi mana bu ko'z arteriyasidan bo'lib bir-biriga qo'shilib ketyapti. Arteriyalar qo'shilgandan keyin hamisha bitta arteriyani ikkita vena kuzatib boradi. Ikkita venasi bor bularni. Bular ham demak qo'shiladi bir-biriga. Bu venalar ham qo'shilib ketadi. Bu bilan nimani ko'rsatmoqchiman? Asosiy maqsad ichki uyqu arteriyasi, ya'ni miya qon tomirlari va tashqi uyqu arteriyasi, yuz sohada joylashgan tomirlar biri-biri bilan mana shu burunning ustki qismi ko'z kosasini pastki burchagida burun arteriyasi va burchak arteriyalari bir-biriga qo'shilishi natijasida ikkita sistemadagi qon tomirlar qo'shilyapti bir-biriga. Buni qanaqa ahamiyati bor? Endi qarang, biz mushaklarni o'tganimizda og'iz bo'shlig'ini, tishlarni, ovqat hazm qilish sistemasini boshida yuz sohasini 3 etajga, 3 qismga bo'lgan edik. 3 qismga bo'lgan edik. Qarang, mana bu qismini og'iz bo'shlig'ini deb faraz qilaylik. Burun bunday bo'lib, buyog'i endi peshonaga qarab ketadigan bo'lsa, bu pastki lablar va pastki jag. Mana shu og'izni ochganda og'iz lablarni burchagidan to'g'ri orqaga bir chiziq chizsak va ko'zni pastki qirrasidan yana bitta chiziq chizsak, shu ikkita chizig'imiz yuz sohasini 3 ta etajga bo'ladi. Mana bu
chiziqdan pasti yuzni pastki etaji, pastki qismi deyiladi. Og'iz bo'shligidan, mana bu og'iz burchagidan ko'z burchagigacha borgan joy, ko'z burchagidan chizilgan joy bu o'rta qismi bo'ladi. Mana bu birinchi etaj bo'lsa, bu ikkinchi etaj, bu endi uchinchi etaj deymiz. Qarang, yuz sohasida birorta yiringlik jarayon bo'lsa, jarohat bo'lsa, yiring bo'lsa, infeksiya bo'lsa, oddiy yoshlarda bo'ladigan haligi bo'jama deb qo'yiladi, ma'lum bir vaqtlarda chiqadigan o'shanaqa yog' bezlaridan chiqqan mahsulotlar to'silib qolib, yuzlarini husnbuzarlar bo'ladi. Mana shularni ichida infeksiya to'la bo'ladi. Va undan tashqari furunkul, karbonkul degan va boshqa yiringli jarohatlar bo'lishi mumkin. Agar yuz sohasida o'shanaqa yiring infeksiya bo'ladigan bo'lsa, juda bir bemorga xavf tug'diradi. Ayniqsa bu o'rtanchi etajida bo'ladigan bo'lsa, chunki mana bu tomirlar orqali infeksiya miyaga kirib ketishi mumkin. Miya qon tomirlariga ulangan-ku, mana ko'rib turibsizlar. Miyaga kirib bir necha soatlarning ichida miyaga abses degan miyani yiringlab ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun shu yuz sohasida shunaqa jarohatlar bo'lsa, bularni banisiga yotqizib davolanish tavsiya etiladi. Shuning uchun yuz челюстный лицевой deydi. Yuz, jaq, suyaklari nimasini alohida davolaydigan banisalar ham paydo bo'lishi shundan. Demak, bu yerda yana bitta klinik ahamiyati mana shu burunni burchak arteriyasi va ko'zdan chiqadigan burunning devori arteriyalari qo'shilganligidir. Va bu yerda infeksiyani tashqidan, terini ostidan miyaga o'tib ketish xavfi borligi bu ham klinik ahamiyatga ega. O'tgan darsimizda kollateral qon aylanishini tushuntirganda aynan mana shunaqa mayda qon tomirlar bir-biri bilan bog'lanib, asosiy qon tomirdan tashqari yana mayda mana shunaqa kollateral qon tomirlar ham mavjud degan edik. Mana o'shani bitta ko'rinishi. Endi biz mana bu rasmda ichki uyqu arteriyasini oldik. İchki uyqu arteriyasi uyqu kanali orqali miyani asosiga kirib boradi va o'sha yerda quyidagi asosiy qismlarga bo'linadi. Birinchisi miyani medial arteriyasi, miyani oldingi arteriyasi, arteria cerebri anterior, arteria cerebri mediana. Mana bu yerda ikkita oldingi miya arteriyalari bir-biri bilan qo'shiladi. Oldingi qo'shuvchi arteriyani paydo qiladi. Bu arteria communicantis anterior deyiladi. Endi ahamiyat bersak, mana bu o'sha uyqu arteriyasini kesilgan joyda, uyqu arteriyasidan endi orqaga qarab, mana bu turk egarchasi bor edi. Turk egarchasini ikki yonidan orqaga qarab orqa qo'shuvchi arteriya ketadi endi. Orqa qo'shuvchi arteriya ketadi. Hop. Endi bu orqa qo'shuvchi arteriya umurtqa arteriyasidan hosil bo'lgan arteriya basilaris bilan qo'shiladi. Arteriya basilaris bilan qo'shiladi. Bizga ma'lum, miyani qon bilan ta'minlaydigan yana bitta arteriya bor. Uni umurtqa arteriyasi deyiladi, arteriya vertebralis. Mana boshida ham ko'rib chiqqandik, mana bu bo'yin umurtqasini, ko'ndalang o'simtasini, ko'ndalang teshigi mana.
Mana shu ko'ndalang teshigidan mana bir rasmda ko'rib turganingizdek mana bunaqa endi umurtqa arteriyasi ketadi. Va umurtqa arteriyasi miyani ensa suyagini katta teshigidan o'tib miyaga qon bilan ta'mirlash uchun kirib boradi. Mana shu tomirlar mana chap va o'ng tarafidan kirib borib turib, ikkalasi qo'shilib, boyaga aytgan baziliarniy arteriya deb qo'yadi, asosiy arteriyani tashkil qiladi. Va bular ikkalasi qo'shilishdan jichcha oldinroq mana bu orqa miyani oldingi arteriyasi degan ikkita kichkinagina bir arteriyalar orqaga kelib, orqa miyani oldingi yuzasidan pastga tushib ketadi. Va mana shu baziliar arteriya endi miyani orqa arteriyasini hosil qiladi. Bu arteriyalar tarmoqlanib, miyani pushtalarini ichiga kirib borib, miyani qon bilan ta'minlaydi. Endi mana shu yerda kollateral ikkita aylanma bor. Bittasi Viliziyev qon aylanmasi, mana Viliziyev deyiladi. Mana buni orqa biriktiruvchi, oldingi biriktiruvchi, oldingi miya arteriyasi va yon medial miya arteriyalarini bir-biri bilan qo'shib turgan mana bu aylanma, tegarak, bu Viliziyev aylanmasi deyiladi. Endi mana bu yerda ahamiyat bering, kichkinagina bir rombsimon yana aylanma paydo bo'ldi. Mana bu umurtqa arteriyasi kirib borib, ular bir-biriga qo'shilishdan oldin ozgina orqa miyani oldingi arteriyalari qaytgan paytda mana shu yerda rombsimon yana bitta rombsimon aylanma paydo bo'ldi. Buni Zaxarchenko aylanmasi deyiladi. Bular juda klinik ahamiyatlarga ega. Buni yana keyingi darslarimizda yana kerak bo'lsa tushuntiramiz. Shunday qilib, bu darsimizni ham yakunlashga ruxsat etasizlar. Odatdagidek sizlarga sihat salomatlik tilab, savollaring bo'lsa o'sha ekranlaringda telefonga qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Xayr, omon bo'linglar.